Bugün bizde Damas 3 avtomobiliga metan gaz balon, Damas 2 avtomobilimizga metan gaz balon, Labo avtomobiliga bakti surilgan holatda 65 litrlik metan gaz balon o'rnatib beramiz. Gentra avtomobiliga 47 litrlik propan gaz balon, Cobalt avtomobiliga 90 litrlik metan gaz balon, Jack 200 avtomobiliga metan gaz balon, Tracker avtomobiliga 47 litrlik propan gaz balon. Bu yana Labo avtomobiliga metan gaz balonlarini o'rnatib beryapmiz. Videoni oxirigacha kuzatsangiz, batafsil to'liq ma'lumotlarni berib o'taman. Bu Tracker avtomobilimizga 47 litrlik Belarusda ishlab chiqarilgan propan gaz balonining eng original jihozini o'rnatib berilyapti. Oldi jihozlarini ozgina sizlarga tanishtirib o'tadigan bo'lsak, reduktoriga keladigan bo'lsak, Italiya brendi Tomasetti Acili'dan Nordic AT09 mana modeli eng sifati yuqori bo'lgan italyanskiy reduktor hisoblanadi. Azizlar, 180 ot kuchigacha ko'taradigan avtomobillarga o'rnatiladigan reduktor hisoblanadi. Farsunkasi mana farsunkasi Italiya brendi italyanskiy farsunka Rail brendidan eng sifati yuqori bo'lgan 2 ohmlik tezkor bo'lgan farsunka bilan o'rnatib berilyapti. Blok boshqaruvi, ya'ni miyasi Yevropa Gaz brendi Polshada ishlab chiqarilgan Avansi 32 ga 4 modeli eng sifati zo'r bo'lgan blok boshqaruvlarimizdan. Nima uchun bu qo'yiladi? Bir xil Trackerlarga boshqa bir ma'lum bir ustalar, ba'zi bir ustalar Basika 24 ga to'g'ri qo'yib yuboradi. U mumkin emas. Bu Trackerga, meni shaxsiy fikrim, bu Trackerga to'g'ri kelmaydi. Sababi Basika 24 ga to'g'ri yoki Stack GoFast X100 larda obudu funksiyasi bo'lmaydi. Bularda obudu funksiyasi bor. Bularda obudu funksiyasi bor. O'shaning uchun. Bularda obudu funksiyasi bor. O'shaning uchun maslahat Avansi 32 ga 4 yoki Alex brendi Optima Nano blok boshqaruvlari bilan o'rnatish kerak bo'ladi. Baloniga keladigan bo'lsak, 47 litrlik Belarusda ishlab chiqarilgan. Nima uchun? Agar Xitoydagini o'rnatadigan bo'lsangiz, 500 ming arzon bo'ladi. Bekordan bekorga Belarusiyani balonini maqtamaymiz, chunki sifati yuqori. Bu balonimizning metali qalin bo'ladi, metalda o'zi qattig'i bo'ladi. Xitoydagida ozgina yuqori bo'ladi, bo'sh bo'ladi. Materiali, metali yupqaroq bo'ladi va yumshoq bo'ladi. O'shaning hisobiga Belarusda ishlab chiqarilgan propan gaz balonlarini tavsiya qilinadi. Chunki ikkalasida ham 5-10 kilo farqi bor. Bekorga og'ir balon eng yaxshi balon hisoblanadi. Mana Nova Gaz Belarusda ishlab chiqarilgan propan gaz balonlarimiz. Bu avtomobilimiz Jack X200 bo'ladi. Bunga metan gaz balon o'rnatib beryapmiz. 4-paketli original jihozlar bilan. Reduktori X Xitoydagi 1 yil kafolat beriladi. Baloniga kelsak, bitta 80 talik uzun chog'i qo'yiladi, bitta 100 talik uzun chog'i qo'yiladi. Oldi jihozlariga o'sha kompyuteri Stack GoFast 200 dan Polsha brendidan ishlab qo'yilyapti. Farsunkasi o'sha har doimgidek tezkor bo'lgan Italiya brendi. Mana farsunkasi bunga qo'yiladigan 2 ohmlik Italiya brendi Rail brendidan eng sifati yuqori bo'lgan farsunkalarimizning ko'rinishi. Buni ochsangiz, buni ochib ko'rsataman hozir. Agar ochilganda karton rang chiqsa, karton rang o'sha Xitoydagi bo'ladi. Bu oq rang chiqyapti, demak original. O'sha joyda farqlasangiz bo'ladi. Mana bu yashili Xitoydagida birga bir luksida ochroq bo'ladi, mana yashili. Originalda to'g'roq bo'ladi. Orqasida plombasi bo'ladi, qalinroq quyiladi plombasi. Xitoydagida kamroq yoki umuman bo'lmaydi. Shu jihatlarga ozgina e'tiborli bo'lib qolishlaringizni so'rab qolamiz. Mana buni qo'ysa, mana Dilshod. Bu avtomobilimiz bu bitta 100 talik, bitta 80 talik bilan 350-400 km masofani bosib o'tadi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketyapman.
180 ming so'mga zapravkasi to'ladi. O'shanda hisob-kitob qilib olishlaring mumkin. Bu Cobalt avtomobilimizga 90 litrlik metan gaz balon o'rnatib berilyapti. Farsunkasi mana ko'rishlaring mumkin. Eng original 2 o'nlik Italiya brendi Rail brendidan italyanskiy farsunka hisoblanadi. Eng originali 2 o'nlik tezkor bo'lgan farsunkamiz. Doim buni maqtaymiz, chunki o'zini juda ham yaxshi ko'rsatadigan farsunkamiz. Xo'p, reduktorga X reduktoriga keladigan bo'lsak, X Xitoyda reduktori hisoblanadi. 1 yil kafolat beriladi. Miyasi Alex brendidan Optima Pico blok boshqaruv bilan o'rnatib berilyapti. Polsha brendi Alex. Mana bu yerga joylashtirishdi. Ko'rishlaring mumkin. Hamma jihozini original qilib 1 yil kafolatga ega qilib o'rnatib beryapmiz. Azizlar, kesalaring boshlansa 2 soatda o'rnatib beramiz. Harakat qilamiz, inshaalloh 2 soatda bitirib berishga harakat qilamiz. Dokumentlari o'rnatildi, hujjatlarini hammasini qilib beramiz. Faqat ikkita bazasiga kiritib ber desalaring, gayna bazasi bilan zapravkani bazasi qaysi deydigan bo'lsangiz, sentabr oyida ishga tushadigan zapravkalarni bitta tarmoqqa, ya'ni bazaga ulashyapti. O'sha bazaga ro'yxatga qo'yib beramiz. 300 ming so'm ochiqcha to'lov qiladigan bo'lsangiz, 150 mingga o'sha yagona dalchadan, ya'ni davlat xizmatlari markazidan gazga ruxsatnomasini ham olib beramiz o'zimiz. Kesalaring bo'ldi. Azizlar, bizni YouTube'da 99% odam obuna bo'lmasdan kuzatishar ekan. Sizlardan so'rab qolamiz. Obuna bo'lib, videolarimizga like bosib qo'ying. Agar videomiz yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying. Zero bosilgan likelar ko'proq insonlarga tavsiya qiladi YouTube. insonlarga manfaati tegishini xohlayman. Mana yana davom ettiradigan bo'lsak, bu yerda Damas avtomobilimizga 61 Damas avtomobilini, bu yerda Damas avtomobilimizga 65 litrlik metan gaz balon o'rnatib berdik. Oldi jihozlari bilan ozgina tanishtiradigan bo'lsak, reduktori Xitoyda ishlab chiqarilgan original reduktori bilan o'rnatildi. 1 yil kafolatga ega original dozatori va ligrovshinalargacha eng originalni o'rnatib berdik. Original zapravshnisi. Hamma jihozini 1 yil kafolat beriladi bu jihozlarga. Mana balon turish holati. Mana bundan ko'rinishi. Videoni oxirigacha kuzatsangiz, to'liq narx-navolari bo'yicha ma'lumot berishga harakat qilaman. Bu yerda yana bir Labo avtomobilimizga metan gaz balon o'rnatib berilyapti. Bakini surmagan holatda eng orqasiga o'rnatib beriladi. Bunda bilasizlar, kuzov teshiladi. Shu jihatlari. Akalarimiz Samarqanddan kelishdi, baki joyida tursin deydi. Nimaga sababi? Benzin quyishda ozgina muammolar bo'ladi deb o'sha jihatlariga e'tibor berishdi. Oldiga qo'yilgan jihozlar bilan ozgina tanishtirib o'taman. Reduktori Xitoyda ishlab chiqarilgan Layduo reduktori bo'ladi. 1 yil kafolatga ega, eng yaxshi sifatga ega bo'lgan reduktor bilan o'rnatib beriladi. O'sha original kranda ham farqlari bor. Mana kuzatsalaring bo'ladi. Modeliga mana e'tiborli bo'linglar. Qayerda gaz o'rnatmoqchi bo'lsalaring, hattoki o'sha arzimagan kranikda ham gazoviklar yutishga harakat qiladi. Arzonni olib kelib, arzonni o'rnatishadi. Mana bu original hisoblanadi. Hozir batafsil ko'rsatib o'taman. Original zapravshnilari mana bunaqa bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa, bizda donaga ham, optimga ham bor. Aloqaga chiqaveringlar, gaplashamiz. Bu Labo avtomobilimizga salonda ko'rsatib turuvchi datchiklari bilan 301 datchigi bilan o'rnatib beryapmiz. Mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Salonda qancha gazi borligini balonda ko'rib ketsangiz ham bo'laveradi. Bu Labo avtomobilimizga salonda ko'rsatib turuvchi gazni qancha miqdorini ko'rsatib turuvchi datchiklari bilan o'rnatib beryapmiz. Mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. 301 datchigi bilan. Eng sifati yuqori bo'lgan datchiklarimiz. Kesanglar, sizlarga ham shunday sifatli qilib original jihozlar bilan o'rnatib beramiz. Yevropa Gaz doim sizlarga sifatni tavsiya qiladi.
Metan gaz balonimiz Vikor brendi ostida ishlab chiqariladigan, O'zbekistonda ishlab chiqariladi bu. Original krani ko'rishlaringiz mumkin. Biz plombadan ochamiz gaz balonni. Yana bitta jihatiga e'tiborli bo'linglar. 24, 25 o'sha skalatlarda qolib ketgan balonlar bor. 40-45 dollar arzon bo'ladi. Shu jihatlarga e'tibor bering. Nimaga arzon aytyapti? Bekorga emas. Chunki yili 2 yillik balonlarni sizga o'rnatib berishi mumkin. Shu jihatlarga ozgina e'tiborli bo'linglar. Telefon qilib, mayli bizga ham qo'ydirmasangiz, qo'ydiradigan joyingizga telefon qilib so'rang, qanaqa yili necha balon qo'yib berasan deb. Shu jihatlarini e'tibordan qochirmaslikka harakat qilinglar. Sizlardan shuni so'rab qolamiz. Mana bu Damas 3 avtomobilimizga metan gaz balon o'rnatish boshlandi. Oldi jihozlariga 4-pakelina qilib o'rnatib beramiz. Ikkitasini bunaqasiga o'rnatiladi. Mana bu zapaskan joyga, bittasi mana uzunasiga tushadi. Eng original qilib o'rnatib beramiz. Kesinglar. 7,5 million so'mga o'rnatib beramiz. Bizning manzilimiz, ishxonamiz Yevropa gaz metan propan gaz servis. Manzilimizni qisqacha tushuntiradigan bo'lsak, bu yog'i Jizzaxdan kelishda Sardobadan o'tganda Guliston ichiga to'g'ri 18 kilometr mana shu trassadan kelasizlar va o'ngga burilib Yevropa gaz servisga kelishlaring mumkin. Metan gaz, propan gazlarni o'rnatib ketishlaring mumkin. Bu yog'i Toshkentdan kelishda most oldidan o'ngga qarab katta trassadan burilib ketasizlar. Most tagidan o'tib 17-16 kilometrda mana shu bu yoqda bitta svetofor keladi. O'ngga qayrilib kelasizlar va kelib mana bu bitta qayrilib olishdan qayrilib 20-30 metr yurgan holda mana bu o'ng tomonga burilib Yevropaga servisga kelishlaring mumkin. Biz mana bu anhorni bo'yida joylashganmiz. Kelsalaring sizlarga ham eng original jihozlar bilan o'rnatib beramiz. Metan desalaring metan, propan desalaring propan. Bizda yolg'on yaxshi gaplar yo'q. Borini borday qilib aytamiz. Originalmi original qo'yamiz, Xitoymi Xitoy qo'yamiz. Faqat aytib qo'yamiz. Bizga qo'ydirmasangiz ham o'sha qo'ydiradigan joyingizda sifatni talab qilib oling. Shu jihatlarga e'tiborli bo'lishlaringni so'rab qolamiz. Tracker avtomobili 47 litrlik propan gaz balonda 350, 450, 500 dan oshiq yuradi trassada. Ma'lumot uchun aytib o'tyapman. Labo avtomobillari 65 litrlik metan gaz balonda. Labo avtomobillari 65 litrlik metan gaz balonda 250 o'rtacha hisobda masofani bosib o'tadi. 80 ming so'mga to'ladi bitta zapravkasi. Damas 3 avtomobili 330 litrlik bilan 250 kilometr o'rtacha masofani bosib o'tadi. 90 ming so'm, 100 ming so'mga to'ladi bitta zapravkasi. Ma'lumot uchun aytib o'tib ketyapman. Kimga qiziq bo'lsa va ichkarida Jack X200 avtomobiliga bitta 100 litrlik, bitta 80 litrlik metan gaz balonda 400-450 kilometr masofani bosib o'tadi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tyapman. 190 ming so'mga bitta zapravkasi to'ladi. Cobalt avtomobili 90 litrlikda 300 kilometr masofani bosadi. 90 litrlik metan gazda 100 ming so'mga to'ladi maksimalni. Bizda Sirdaryo viloyati Guliston shahridagi zapravkadagi holat bo'yicha aytib o'tyapman. Xo'p, bunga bitta 90 talik bilan 4 ming so'mga eng original 4-pakelinasini o'rnatib berdik. Labo avtomobiliga 65 litrligini 3 ming so'mga o'rnatib berildi. Jack X200 ga hamma jihozini 4-pakelini original qilib 8 million so'mga o'rnatib berilyapti. Bitta 100 talik, bitta 80 talik bilan. Bu yerda Tracker avtomobiliga 47 litrlik propan gaz balonni 4,5 million so'mga hamma jihozini original qilib o'rnatib beryapmiz. Bu yerda bu Labo avtomobiliga 65 litrlik metan gaz balonni 3 million 100 ming so'mga o'rnatib beryapmiz.